Menga qaranglar, nima uchun xotin bo'lish juda ham qiyin. 2 kunda уже charchab o'lib qoldim. Bugun turganimdan kechangi posudalarni yuvdim, keyin erimga zavtrak tayyorlashni boshladim. Hammamiz birga zavtrakka o'tirdik. Bizda zavtrak shunaqa skromniki. Rossiyada zavtrakam krasная рыба hamda tvorogdan iborat. Keyin erimni provojat qildim ishga, posudalarni обязательно yuvish kerak. Keyin dam olib, ozgina montajcha qildim. Sразу sizlar bilan birga get ready qilib oldik. Podrushka magaziniga borishim kerak edi. Yangi erim sovg'a qilgan ugichalarni kiyib, bismillah deb ko'chaga chiqdim. Bitta yarim soat avtobusni kutdim. Kstati, Rossiyada avtobuslar faqatgina karta orqali to'lov oladi. Mana o'sha hamma qizlar sevadigan magazin Podrushki. Sizlarga stories uchun ozgina hodi kosmetikalarni obzor qildim, lekin bugun bizda byudjetniy kosmetika, shu uchun shu narsalarni olib, tezda uyga keldim, chunki sovuq qotdim. Yuzlarimni qaranglar, qizarib ketganini. В общем, man Sholkova shahrida yashayman va bizda zolotoy yabloko yo'q, shu uchun bugungi покупкamiz shunaqa skromniy. В общем, uyga kelganim bilan men xotinligim esimga keldi va tezda ujinga tayyorgarlik ko'rdim. Ujinimiz takoy dietический bo'ladi desam ham bo'ladi. Keyin sizlarga tezda raspakovka qildim, lekin raspakovka rus tilida bo'ladi, shu uchun ikkinchi akkauntimga o'tinglar. Keyin salutlarni ham ko'rdim. Новогодняя atmosfera hali Rossiyada bor. Erim keldilar, sraz mashinadan bilib oldim. Hammamiz birga домашний atmosferada ujin qildik. Avtomobil vечно недовольна, chunki ikkinchi marta ovqat pishirishim kerak. Bu tayyorlatgan ovqatim ertaga ishlarga olib ketishlari uchun. Bugungi kunim o'tdi. Всем пока.